Assalomu alaykum Povul aka, yaxshimisiz? Ishladingiz yaxshimi? Aka, bu guruchimiz cho'ng'ala guruch, ammo aslida suvda yetishtirilgan guruch shu ekan, ha? To'l qishlog'ida. Bu aslida dehqonchilik, ha? Dehqonlarning qo'lidan o'tgan, bu biron joydan sotib olmagan guruch. Xudo xolasa, Ma'murjon aka, necha yildan beri siz ishga qiziqasiz? 15-20 yil bo'lgan, ha? Xudo xolasa, hozirgacha shu 15-20-30 yil desak ham xato bo'lmaydi, ha? 30 yil desak ham taqvim bo'yicha 30 yil bo'lgan, ha? 30 yil bo'lgan, shu aka maktabni bitirib, xizmatni, xalqning xizmatiga o'tgan, hozirgacha xalqning xizmatida akam. Shundaymi aka? Men sizga yordamchingiz kim ekan? Hozirgi yordamchingiz Yo'daxon ekan, hozirgi